Ana siz qidirgan retsept va siz qidirgan manzil. Videoni oxirigacha ko'ring va mendan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oling. Bu shirinlikni 7 yosh qizingiz ham pishira oladi. Unga 250 gramm xona haroratida erigan margarinni solib, yaxshilab kroshka qilamiz. Ustidan tuxum sarig'i va shakar upasini solib, xamir holatiga kelguncha mushlab chiqamiz va shunaqa maxsus qoliplarga solib 180 gradusga 20 minutga pishirishga jo'natamiz. Mevali tarteletamiz pishguncha men bolajonlarimning bog'chasi bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Uchtepa tumani Izzariq ko'chasida joylashgan bolalar xususiy bog'chasida siz izlagan hamma shart-sharoitlar mavjud. Ayniqsa ingliz va rus tiliga ixtisoslashtirilgani siz uchun juda ham mos keladi. Bolajonlaringizni ishonchli qo'llarga topshirib, bemalol uyda men bergan retseptlar orqali shunaqa shirinliklar pishirsanglar bo'ladi. Qaymoq, sgushoniy, moloko va vanillinni qo'shib, qaymoq krem tayyorlab oldim. Retseptlarini esa izohda sizlar uchun qoldirdim. Tartaletkamizni bezatish uchun men keksan shokoladli pastasidan foydalandim. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, chiroyli qilib bezatib chiqdim. Entigiga birinchi bo'lib banan qo'yib chiqdim va keksan shokoladlardan eritib, ustidan qo'yib chiqdim. Ustidan qaymoqli kremimiz bilan chiroyli qilib, mana shunaqa fantaziya yaratdim. Ustiga shunaqa mevalardan terib chiqdim. Xohlasangiz boshqacha mevalardan tersangiz ham bo'ladi. Shirinligimiz tayyor. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va sotuvga chiqarib o'z biznesingizni boshlang.